Bugun men pensioner kartaga tushadigan har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap shunchaki bank kartasi haqida emas. Gap pensionerning oylik daromadi, naqd pul olishi, kartadan foydalanishi, qarindoshiga karta berishi, telefon raqamiga ulashi va bank tomonidan operatsiya to'xtatilishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketmoqda. Hozir ko'pchilik banklar pensionerlarga nimanidir taqiqlab qo'yibdi. Pension kartadan pul yechib bo'lmay qolarkan, karta baloqlanarkan degan gaplarni eshitib xavotirga tushyapti. Men hozir bu masalani oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Video oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri harakat pensionerning pensiyasi vaqtincha bloklanishiga, bankka qatnashiga yoki pullari kechikib olishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan yaqinlaringizga albatta yetkazing. Avval ko'p pensionerlar bank kartasidan juda erkin foydalanardi. Masalan, pensiya kartasi onaning nomida bo'ladi. Lekin kartani o'g'li olib yuradi. Pin kodni ham biladi, bankomatdan pul yechadi, telefoniga ilova ulab qo'yadi. Kerak bo'lsa kartadan do'konda to'laydi. Yoki keksa otaxon kartasini nevarasiga berib qo'yadi. Pensiya tushsa olib kelasan deydi. Ba'zan esa karta pensionerning nomida, lekin bank SMS xabarnomasi boshqa odamning telefoniga ulangan bo'ladi. Ilgari banklar bunday holatlarga har doim ham chuqur e'tibor bermasdi. Chunki amaliyotda bu juda ko'p uchraydi. Endi esa banklar xavfsizlik, firibgarlikning oldini olish, shubhali operatsiyalarni nazorat qilish va mijozning shaxsiy pulini himoya qilish talablarini kuchaytirmoqda. Bu hamma pensionerga hamma narsa taqiqlanadi degani emas. Lekin muhim o'zgarish shuki, pensioner nomidagi kartadan boshqa odam doimiy foydalanishi, katta summalarni boshqa kartalarga o'tkazishi, kartani begona telefon raqamiga ulashi yoki shubhali tranzaksiyalar qilishi bank tomonidan savol tug'dirishi mumkin. Bank bu pulni haqiqiy egasi ishlatyaptimi yoki yo'qmi deb tekshirishi mumkin. Men buni juda aniq aytaman. Pensionerning o'z pensiyasini olishi taqiqlanmagan. Pensiya kartaga tushishi ham davom etadi. Pensioner o'z kartasidan bankomatda pul yechishi, do'konda to'lashi, kommunal to'lov qilishi mumkin. Lekin karta egasining o'rniga boshqa odam harakat qilsa, ayniqsa bu muntazam va katta summalarda bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Hozir banklar ko'proq 3 ta narsaga qarayapti. Birinchisi, karta kimning nomida va undan kim foydalanmoqda? Ikkinchisi, pul qayerga ketmoqda? Uchinchisi, operatsiya pensionerning odatiy harakatlariga mos keladimi yoki yo'qmi? Misol uchun, bir pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Odatda pensiya tushgan kuni bankomatdan 200 ming so'm yechadi. Qolganiga dorixona va oziq-ovqat xarid qiladi. Bu normal holat. Bank uchun bu odatiy, tushunarli. Xavfi past operatsiya. Endi boshqa vaziyatni olaylik. Shu pensioner kartasiga 1 million 200 ming so'm tushishi bilan 1 million 120 ming so'm boshqa viloyatdagi noma'lum kartaga o'tkaziladi. Keyingi oy ham xuddi shunday. 3-oy yana shu holat takrorlanadi. Bank tizimi buni ko'rib, pensioner pulni o'zi o'tkazyaptimi? Kimdir kartasidan foydalanmayaptimi? Firibgarlik yo'qmi degan savol beradi. Natijada operatsiya rad etilishi, karta vaqtincha cheklanishi yoki mijozdan bankka kelib tasdiqlash so'ralishi mumkin. Yana bir real hayotga yaqin misol. 72 yoshli ayolning pensiya kartasi bor. U telefon ishlatmaydi. O'g'li bank ilovasini o'z telefoniga o'rnatib, onasining kartasini ulab qo'ygan. Har oy pensiya tushganda pulni o'z kartasiga o'tkazib, keyin onasiga naqd berib turadi. Oilada niyat yomon bo'lmasligi mumkin, lekin bank nuqtai nazaridan bu xavfli holat. Chunki karta egasi boshqa odam, ilova ishlatayotgan odam boshqa. Agar keyin ona men pulni olmaganman desa, bank uchun katta muammo boshlanadi. Shuning uchun banklar bunday holatlarda karta egasi shaxsan o'zi kelsin. Telefon raqami karta egasiniki bo'lsin. Ishonchnoma bormi deb so'rashi mumkin. Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Agar pensiya kartangizni boshqa odam olib yursa, bu xavfli. Agar pin kodingizni farzandingiz, qo'shningiz, tanishingiz bilsa, bu xavfli. Agar bank ilovasi sizning telefoningizda emas, boshqa odam telefonida bo'lsa, bu ham muammo keltirishi mumkin. Agar kartangizdan har oy katta summa boshqa kartaga o'tkazilsa, bank savol berishi ehtimoli yuqori. Agar siz bankka bormasdan hamma ishni qarindoshingiz orqali qilayotgan bo'lsangiz, hujjat masalasini to'g'rilab qo'yish kerak.
Masalan, pensioner 1.500.000 so'm pensiya oladi. U o'zi yura olmaydi, uyda yotadi. Qizi har oy kartadan pul yechib keladi. Agar qiz kartani bankomatga solib pul yechsa, bir necha oy muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin bir kuni karta bloklanib qolsa yoki bank egasi kelsin desa, qizning og'zaki gapi yetmasligi mumkin. Chunki bank qonuniy asos so'raydi. Bunday vaziyatda notarial ishonchnoma yoki bankda rasmiy vakillik tartibi kerak bo'ladi. Yana bir misol. Pensionerning kartasiga 2 million so'm tushadi. Nevarasi internet orqali telefon sotib olish uchun 1.800.000 so'mni noma'lum saytga to'laydi. Keyin mahsulot kelmaydi. Pensioner bankka borib pulimni qaytaring deydi. Bank tekshiradi va karta ma'lumotlari SMS kod tasdiqlash hammasi kiritilganini ko'radi. Bu yerda bank har doim ham pulni qaytarib bera olmaydi. Chunki karta ma'lumotlarini oila ichida boshqa odamga berishning o'zi katta xato. Agar siz pensiya kartangizdan o'zingiz foydalansangiz, telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsa, bank SMSlari o'zingizga kelsa, PIN kodni hech kimga bermasangiz, odatdagi xaridlar va naqd yechishlarni qilsangiz, ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Bank sizga pensiya olishingizni taqiqlamaydi. Bankning maqsadi sizning pulingizni olib qo'yish emas, balki pulingizni begona odam yoki firibgar ishlatib yubormasligini nazorat qilish. Masalan, pensioner har oy pensiya tushganda 500.000 so'm bankomatdan oladi. 200.000 so'm kommunal to'lov qiladi. Dorixonaga 5.000 so'm sarflaydi. Qolganini kartada qoldiradi. Bu mutlaqo normal. Yoki pensioner farzandiga har oy 200.000 so'm yuboradi, chunki nabrasiga yordam beradi. Bu ham odatiy bo'lishi mumkin. Muammo odatda pulning egasi noma'lum bo'lib qolganida. Karta boshqa odam qo'lida yurganida yoki operatsiyalar pensionerning hayot tarziga mos kelmaydigan darajada keskin o'zgarganida chiqadi. Men eng ko'p uchraydigan holatlarni sanab tushuntiraman. Birinchisi, karta egasining o'rniga boshqa odam doimiy foydalanishi. Bank kartasi pasportga o'xshaydi. U shaxsga tegishli. Uni oilaviy karta deb yuritish to'g'ri emas. Ona nomidagi kartani o'g'il, ota nomidagi kartani kelin. Bu nomidagi kartani nevara doimiy ishlatsa, bu keyinchalik nizoga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, PIN kod va SMS kodini berish. Ko'pchilik bu o'zimning bo'lamku deb o'ylaydi. Lekin bank uchun farzand. Qo'shni yoki tanish degan tushuncha emas. Karta egasi degan tushuncha bor. Agar SMS kod boshqa odamga aytilsa, operatsiyani siz tasdiqlagan hisoblanishingiz mumkin. Firibgarlar ham aynan shundan foydalanadi. Bankdanmiz, pensiyangizni yangilaymiz, kartangiz blok bo'lmasin deb telefon qiladi va kodni so'raydi. Men qat'iy aytaman, bank kodini hech qachon SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi raqamlarni so'ramasligi kerak. Uchinchisi, pensioner kartasidan kredit, muddatli to'lov yoki shubhali onlayn xizmatlarga ulanish. Ba'zan farzandlar ota-onasining kartasidan foydalanib onlayn to'lov qiladi, qarz ilovasiga ulanadi yoki obunalarni yo'qib qo'yadi. Keyin har oy kartadan pul yechilib ketadi. Pensiyon esa pensiyam kamayib tushyapti deb o'ylaydi. Aslida pensiya kamaymagan, karta orqali avtomatik yechim bo'layotgan bo'ladi. To'rtinchisi, katta pul aylanishi. Pensiya kartasi faqat pensiya olish uchun ishlatilayotgan bo'lsa, unda har oy 1 million, 2 million, 3 million atrofidagi tushumlar tushunarlidir. Lekin shu kartaga birdaniga 20 million so'm kelib, keyin 19 million so'm boshqa joyga o'tkazilsa, bank buni oddiy pensiya harakati deb qabul qilmaydi. Bu pul yuvish, firibgarlik, qarz aylantirish yoki boshqa shubhali operatsiya bo'lishi mumkin deb tekshiriladi. Endi eng muhim joyga kelamiz. Hamma pensioner ham bankga shaxsan borib ishlay olmaydi. Kimdir kasal, kimdir yoshi katta, kimdir qishloqda yashaydi, bank filiali uzoq. Bunday vaziyatlarda qonuniy yo'l bor. Agar pensioner o'z nomidan boshqa odam pul olishini xohlasa, ishonchnoma rasmiylashtirish kerak. Ishonchnoma notarius orqali qilinadi. Unda kim vakil bo'lishi, qaysi bankdagi kartaga oid ishlarni bajarishi. Pul olish huquqi bormi yoki faqat ma'lumot olish huquqimi, muddati qancha ekani aniq yozilishi kerak. Masalan, dakim yoshli otaxon yura olmaydi. O'g'li otasining pensiyasini olib, dori-darmon va oziq-ovqat olib keladi. Bunday oilada hammasi halol bo'lishi mumkin, lekin og'zaki kelishuv bank oldida yetarli emas. Notarial ishonchnoma bo'lsa, o'g'il bankka borib qonuniy vakil sifatida harakat qiladi. Shunda bank xodimi ham qo'rqmaydi, o'g'il ham har safar tushuntirib o'tirmaydi, otaxonning huquqi ham himoyalanadi. Yana bir nozik masala. Telefon raqami.
Ko'p pensionerlar bank kartasini o'z telefon raqamiga ulamagan bo'ladi. Ba'zida eski raqam ishlamaydi. SIM karta yo'qolgan, raqam boshqa odam nomida SMS kelmaydi. Bu juda katta muammo. Chunki bank uchun telefon raqami shaxsni tasdiqlash vositalaridan biri. Agar raqam sizniki bo'lmasa, ilovaga kirish, parol tiklash, operatsiyani tasdiqlash, blokdan chiqarish qiyinlashadi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning yaqinlariga birinchi navbatda bankdagi telefon raqamini tekshirtirishni maslahat beraman. Yana bir istisno, pensioner o'z xohishi bilan farzandiga pul o'tkazishi mumkin. Bunda taqiq yo'q. Lekin pul o'tkazish pensionerning o'zi tomonidan amalga oshirilgani aniq bo'lishi kerak. Masalan, ona o'z telefonidan bank ilovasiga kiradi, o'g'liga 3000 so'm yuboradi. Bu normal. Lekin o'g'il onasining telefonini, kartasini, kodini olib, har oy hamma pulni o'ziga o'tkazsa, keyin oilada nizo chiqsa, bank tekshiruvga majbur bo'ladi. Men amaliyotda uchraydigan eng xavfli holatlardan birini alohida aytmoqchiman. Pensionerlar ko'pincha men kartani ishlatishni bilmayman, bolam biladi deb barcha ma'lumotlarni berib qo'yadi. Natijada pensioner pul ustidan nazoratni yo'qotadi. Masalan, pensiya 20.700.000 so'm. Farzandi har oy doriga, kommunalga, ro'zg'orga deb pulni oladi. Pensionerga 300.000 so'm beradi. Bir necha oy o'tib pensioner haqiqiy tushum qancha ekanini ham bilmay qoladi. Bu moliyaviy suiiste'molga olib kelishi mumkin. Banklar bunday xavflarni kamaytirish uchun shaxsiy foydalanish talablarini kuchaytiradi. Ikkinchi yashirin xavf, qarz va undiruv. Agar pensionerning kartasiga boshqa qarzlar, sud qarori yoki majburiy ijro bilan bog'liq cheklovlar tushsa, pulning bir qismi ushlab qolinishi mumkin. Bu bankning taqiqlashi emas. Bu alohida huquqiy jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner kartasidan boshqa odamlar qarz to'lash, pul aylantirish yoki onlayn savdo qilish uchun foydalanmasligi kerak. Aks holda karta egasi muammoga tortilishi mumkin. Uchinchi xavf, firibgarlik qo'ng'iroqlari. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ishonuvchan bo'lishi mumkin. Pensiyangiz oshirildi. Plastik kartangizni yangilaymiz. Kompensatsiya beriladi. Eski pulingizni qayta hisoblaymiz kabi gaplar bilan karta raqami va SMS kodini so'rashadi. Men yana takrorlayman. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hatto o'zini bank, soliq, pensiya jamg'armasi, prokuratura yoki boshqa idora xodimi deb tanishtirsa ham. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartasi kimning qo'lida ekanini tekshiring. Agar karta pensionerniki bo'lsa, karta imkon qadar pensionerning o'zida tursin. Agar yoshi katta odam kartani saqlay olmasa, uni ishonchli joyda saqlang, lekin PIN kodni kartaning ustiga yozmang, qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. Bu eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Ikkinchi qadam, bankka borib telefon raqamini tekshirtiring. Pensioner pasport yoki ID karta bilan bank filialiga boradi. Mening kartamga qaysi telefon raqami ulangan? SMS xabarnoma qayerga kelyapti? Mobil ilova qaysi qurilmada ishlayapti deb so'raydi. Agar raqam eski bo'lsa, darhol yangisiga almashtiriladi. Agar boshqa odam raqami ulangan bo'lsa, buni to'g'rilash kerak. Uchinchi qadam. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma tayyorlang. Buning uchun odatda pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjati, vakil bo'ladigan odamning hujjati va notariusga murojaat kerak bo'ladi. Ishonchnomada bank kartasidan pul olish, hisob varaq bo'yicha ma'lumot olish, bank amaliyotlarini bajarish kabi vakolatlar aniq yozilishi kerak. Shunchaki ishlarimni yuritsin degan umumiy jumla ayrim banklarda yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-qadam, kartadan shubhali o'tkazmalarni to'xtating. Agar pensiya tushishi bilan pul boshqa kartaga avtomatik ketayotgan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada qachon, qancha, qayerga ketgani ko'rinadi. Masalan, 5 mart kuni 2.000 so'm, 10 mart kuni 99.000 so'm, 15 mart kuni 300.000 so'm yechilgan bo'lsa, har birining sababini aniqlang. Onlayn obuna, kredit to'lovi, xizmat haqi yoki firibgarlik bo'lishi mumkin. 5-qadam, limitlarni sozlang. Ko'p banklarda kunlik pul o'tkazish limiti, internet to'lov limiti, bankomatdan yechish limiti bo'ladi. Pensioner odatda katta onlayn to'lov qilmasa, limitni pastroq qo'yish foydali. Masalan, kunlik o'tkazma limitini 300.000 yoki 500.000 so'm qilib qo'yish mumkin. Shunda firibgar katta summani bir urinishda olib keta olmaydi. Albatta kerak bo'lsa, bank orqali vaqtincha oshirish mumkin. 6-qadam. Yaqinlar bilan ochiq kelishuv qiling.
Agar farzand pensionerga yordam berayotgan bo'lsa, har oy pensiya qancha tushgani, qancha naqd olingani, qancha kommunalga ketgani, qancha dori-darmonga sarflangani yozib borilsin. Bu oilaviy ishonchni ham saqlaydi. Keyingi nizolarning ham oldini oladi. Men buni juda ko'p oilalarda foydali bo'lganini ko'rganman. Pul oz bo'lsa ham hisob aniq bo'lsa, tortishuv kamayadi. Agar karta bloklanib qolsa, vahma qilmang. Birinchi navbatda bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Internetdan tasodifiy topilgan raqamga qo'ng'iroq qilmang. Chunki firibgar sahifalar ham bo'lishi mumkin. Bank kartaning nega cheklanganini tushuntiradi. Noto'g'ri pin ko'p kiritilganmi? Shubhali operatsiya bo'lganmi? SMS tasdiqlashda muammo bormi? Hujjat yangilanishi kerakmi? Bankka borganda pensioner o'zi borayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta, bank kartasi va telefonni olib borsin. Agar vakil borayotgan bo'lsa, vakilning hujjati, pensionerning hujjati nusxasi va ishonchnoma kerak bo'ladi. Bankdan yozma yoki aniq og'zaki tushuntirish so'rang. Karta nima sababdan cheklangan? Uni ochish uchun qaysi hujjat kerak, qancha vaqtda yechiladi deb so'rash lozim. Agar kartadan siz qilmagan pul yechilgan bo'lsa, darhol kartani bloklatish kerak. Keyin bankka ariza yoziladi. Arizada sana, summa, operatsiya turi, siz bu operatsiyani qilmaganligingiz, SMS kod kimga kelgani, kartangiz kimda bo'lgani ko'rsatiladi. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qilinadi. Vaqtni cho'zish mumkin emas. Chunki kech murojaat qilsangiz, pulni qaytarish imkoniyati kamayadi. Ko'pchilik so'raydi, endi farzandim menga bankomatdan pensiyamni olib bera olmaydimi? Men javob beraman. Agar karta va pin kodni berib yuborsangiz, bu xavfli va bank qoidalari nuqtai nazaridan to'g'ri emas. To'g'ri yo'l. Pensioner o'zi yechishi yoki farzand rasmiy ishonchnoma asosida yordam berishi. Hayotda odamlar boshqacha qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin muammo chiqqanda aynan rasmiy hujjat sizni himoya qiladi. Yana so'rashadi, pensiyam kartaga tushmay qoladimi? Yo'q. Faqat bank kartasidan foydalanish tartibiga e'tibor kuchayishi mumkin. Pensiya tayinlangan bo'lsa va bank hisobingiz faol bo'lsa, pensiya tushishda davom etadi. Muammo odatda karta bloklanganda, hisob ma'lumotlari noto'g'ri bo'lganda yoki shubhali operatsiyalar sabab tekshiruv bo'lganda yuzaga keladi. Yana bir savol. Pensioner o'z pulini xohlagan odamga yubora oladimi? Ha, albatta o'z pulini o'zi tasarruf qiladi. Lekin bu ishni karta egasining o'zi qilgani aniq bo'lishi kerak. Agar har oy butun pensiya boshqa odamga ketayotgan bo'lsa, bank ham, oila a'zolari ham, keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham savol berishi mumkin. Bugungi asosiy gap shuki, banklar pensionerning pensiyasini taqiqlab qo'ygani yo'q. Lekin pensioner kartasidan boshqa odamlarning nazoratsiz foydalanishi, karta va SMS kodlarini berish, shubhali o'tkazmalar, begona telefon raqamiga ulash va katta pul aylantirish kabi holatlarga talab kuchaymoqda. Bu o'zgarishning sababi oddiy. Pensionerlarning pulini firibgarlardan, noqonuniy foydalanishdan va oilaviy nizolardan himoya qilish. Men har bir tomoshabinga maslahat beraman. Bugunoq pensioner yaqinlaringizning kartasi kimda? Telefon raqami kimniki? SMS qayerga kelyapti? Ilova qaysi telefonda? Pul qayerga ketmoqda? Shularni tekshirib chiqing. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasini rasmiy hal qiling. Agar shubhali yechimlar bo'lsa, bankdan ko'chirma oling va kartani himoyalang. Sizningcha, pensioner kartasidan farzandlar foydalanishi to'g'rimi yoki hammasi faqat rasmiy ishonchnoma bilan bo'lishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni like qiling. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan ota-onangiz, bu bobongiz, qo'shnilaringiz va tanishlaringizga albatta yuboring.